Bugun mana Asadbek ukamiz aytgan manzil bo'yicha keldik. Sojidonamizning tug'ilgan kunlariga. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Tabriklaymiz tug'ilgan kunlaringiz bilan. Yuzlarga kiring. Sizga Rossiyadan gullar, shirin mazali shashliklar. O'g'lingiz tomonidan Oybek osh markazidan bugun mazza qilib qilasiz, iste'mol qilasiz. Bu chiroyli gullar sizga ishton gullaridan. Onam dedi, har doim dedi, mana shu gullardek ochilib yursin dedi. Onam dedi, har bir kuni dedi, mana shu tortlardek har kuni shirin bo'lib, chiroyli gullardek bo'lib yursin dedi. Onam dedi. Rahmat, baraka topsin. O'zi Rossiyada bo'lsa ham Zokir ukamiz o'rtoqlari bugun Oybek osh markazidan osh zakaz qilgan. Jo'rasini uyini ustini yopgani hasharga kelyapti. O'shaning uchun hashar oshini bizlar Oybek osh markazidan yetkazamiz. Tom qolib ketmading keyin. Zokir aka bo'lib yetmading keyin. Mana xudo xolasa mana hasharing bo'lyapti ekan. Omading bersin, shu uylaringda eng yaxshi kunlaringda shu yerda bo'laylik. Ona bu so'ringlar ha. Biringga ming bersin. Omad. Rahmat. Katta rahmat sizlarga ham.